o'sha hamma gapirayotgan xlorofil suyuqligi haqida gaplashamiz. Xlorofil suyuqligi bu tabiiy ko'katlardan tayyorlangan mahsulot hisoblanadi. Xlorofil suyuqligini qaysi paytda qo'llanish mumkin? Yuzingizda toshma, badaningizda toshma, og'zingizda noxush hidlar kelayotgan bo'lsa, u mahsulotni qo'llashlaring mumkin. Siz kosmetologlarga boryapsiz, lekin hech qanaqa foyda ko'rmayapsiz. Bilasizlarmi nimaga? Chunki sizlarda ichaklaringda intoksikatsiya bor. Xlorofil suyuqligi sizlarga aynan shu intoksikatsiyani chiqarishga yordam beradi. Buni ichganlaringdan keyin badanlaringdagi toshmalar ketadi, og'izlaringdagi noxush hidlaring ketadi va yuzdagi husnbuzarlar ketadi. Xlorofil suyuqligini qo'llanilishi ertalab och qoringa, ya'ni natashab va kech payt 100 gram suvga, iliq dog' suvga 1 choy qoshiqda solasizlarda va ichasizlar. 40 kun mobaynida iste'mol qilishlaringni so'rab qolaman. Mana aytdi deylar, yuzlaringdagi husnbuzarlar, og'zidagi noxush hidlar, badandagi toshmalar shunaqayam tozalanib ketadi. Xlorofil tarkibida magniy, karbon, vodorod, azot va kislorod elementlari mavjud. Suyuq yoki qo'shimcha shakldagi xlorofil mahsulotlarida esa xlorofilli suv va turli dam beruvchi qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Xlorofil tabiiy ismaloq, brokoli, petrushka, ko'katlar va spirulina kabi mahsulotlarda ko'p uchraydi. Xlorofil suyuqligi kimlarga mumkin emas? Jihat ayollarga va emizikli ayollar. Va aynan oshqozonida muammosi bo'lgan bemorlarga mumkin emas. Sizlarga kerakli ma'lumotlar berayotgan bo'lsam, men xursandman. Yana ham qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.